Qaysi universitetni bitirgansiz va qaysi universitetni tavsiya qilasiz? Universitetga men 5 marta kirganman, lekin o'qimaganman. 4 marta Koreyadagi universitetga kirganman, 1 marta O'zbekiston jahon tillariga kirganman. Nimaga o'qimaganimning sababi 4 marta shu pandemiyaga to'g'ri kelgani uchun meni vizam chiqmagan, keta olmaganman. Koreyaga qaytib keta olmaganman-da. Pandemiya sabab bo'lgan, o'sha uchun ko'pchilikni vizasini qaytargan. O'shalarning orasida meniki ham haligacha esimda. Posolstvoni yonidan ketmasdan 1,5 soat, 4 martaga ham shunaqa bo'lgan. 1,5 soat yig'lab o'tirganman vizam chiqmaganiga. Shunaqa. Keyin 22-yil Toshkentda jahon tillariga kirganman, o'qimaganman. Shunaqa. O'sha payt yig'lagan bo'lishim mumkin. Lekin hozir afsuslanmayman o'qimaganimga. Yaxshilikka. Nima bo'lsa yaxshilikka deydi-yu. O'sha vizam chiqmay bora olmaganim ham, Koreyaga qaytib bora olmaganim ham, nima deydi? Toshkentga o'qishga kirib turib ham o'qimaganim ham. Hammasi yaxshilikka. Lekin chiqqanida, конечно, yaxshi bo'lardi, vizam chiqqanida. Davnim-davno o'qishni bitirgan bo'lardim. 19-yilning gapida bu. 19-yil bo'lsa 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ikkita universitetni bitirib chiqarkanman. Davno. Yoki universitet bitirib magistraturada o'qib yurgan bo'lardim. Короче, afsuslanmayman chiqasiga. Bu aytganimda yaxshilikka.